Lazer amaliyot bo'yicha eng ko'p beriladigan 3 ta savolga javob berib o'tamiz. Birinchisi, lazer amaliyot paytida og'riq bo'ladimi? Yo'q, amaliyot paytida o'zida og'riq bo'lmaydi, chunki bemorga ko'ziga anestetik tomizilgan bo'ladi. Xirurg ko'z atrofiga tegayotganini sezishi mumkin, lekin og'riq bo'lmaydi. Amaliyotdan keyin dorini o'sha anestetikka ta'siri o'tgandan keyin ko'zida diskomfort sezishi mumkin, lekin og'riq bo'lmaydi. Ikkinchi beriladigan savolimiz amaliyotdan keyin qay muddatda shu odatiy turmush tarziga qaytish mumkin degan savol ham ko'p beriladi. Bizning lazer amaliyotlaridan keyin ko'pincha ertasiga уже odatiy shu turmush tarziga qaytsa bo'ladi. Ofisni ishchi studenti ertasiga уже o'qishga ham, ishga ham chiqib ketsa bo'ladi. Taqiqlaydigan narsalarimiz bor. Masalan, shu bir hafta 10 kun ichida og'ir chang ishlar qilmay turinglar deyiladi. Sport zalga qatnamay turinglar deyiladi. 2 hafta, 3 hafta ichida. Qolgan katta bir chegaralash nimalarimiz yo'q amaliyotdan keyin. Yana ko'p beriladigan savollardan bittasi u ayollar tarafidan beriladi. Amaliyotdan keyin tabiiy tug'ish mumkinmi? Homilador bo'lsam zreniya yana qaytalab tushib ketmaydimi degan savollar ham beriladi. Bizning amaliyotdan keyin tabiiy tug'ish mumkin. Lekin o'sha qoidasi bor. Birinchi va 3-chi trimestrda homilador ayollar albatta oftalmolog ko'rigiga kelib, ko'z tubini tekshirtirib ketish kerak bo'ladi. Agarda ko'z tubi to'rtpardan holati yaxshi bo'lsa, muammo yo'q, bemalol o'zlariga tug'ish mumkin bo'ladi. Tushib ketish to'g'risida yo'q. Aksariyat homiladorlik paytida zreniya tushmaydi operatsiyadan keyin. Tushmaydi, chunki patsientni olishdan oldin baribir vrach o'sha ko'z holatiga yillar davomida o'sib kelyaptimi, yo'qmi, miopiya stabillashgandan keyin olishga harakat qiladi. O'shanga ko'p ayollarimiz zreniyasi stabilni turadi.